Demak, hozir ikkinchi patsientkamiz Toshkent shahridan murojaat qilganlar. Ularda bepushtli tashxisi yo'q bundonlarni qanaqa stimulyatsiya bo'lganini ko'rsatamiz. Minimal dozadagi stimulyatsiyaga shunaqa javob berdi. Nimaga bepushtli tashxisi yo'q qizi bo'lmasam deb olgandik? Sabab uylarida Vilbel sindromi bilan og'rigan genetik kasallikli farzandlari bor. Bu degan so'z qonda o'zidan o'zi bilirubin miqdori oshib ketib, bola sarg'ayib ketadi va bu irsiy kasallik hisoblanadi. Bunda nafaqat farzand, balki ota-onasi va barcha yaqinlar qiynaladigan holat hisoblanadi. Undan keyin homiladorlik bo'lgan va bu gen tasdiqlangan. Sababi bularni ikkita xotinni ota-onasi tug'ishgan opa-singillar va ikkalaligida ham shu genni olib beruvchi shu gen bor ekan. Birinchi tekshirtirildi, ota-ona tekshiriltirildi va qattaligini genni aniqlagandan keyin hozir biz ekoprogrammaga oldik, embrionni biopsiya qilamiz va embrionlardan aniq shu genlarni PGTM yo'li bilan topib, faqat sog'lom embrionlarni ekib, inshaalloh yana bular sog'lom bola tug'ishlariga harakat qilib bormoqchimiz. Juda ham осознанный решение deb o'ylayman. Shunaqa genetik kasallik bo'lganda, qarindosh urug'li oilada brak bo'lganda aynan shunaqa yo'llarni tavsiya qilamiz. To'xtamasdan homilador bo'lib, abort qilib, tug'urmasdan hozir yo'llari bor, tekshirtirib, homilador bo'lishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Hozir mana 4 tuxum hujayra oldik, chunki sog'lom qiz albatta ichini chayishgan hojat yo'q, tuxum hujayralar beryaptilar, ham ozg'in qiz. Hozirgi patsientimizdan 22 ta kletka oldik. Hozir 2 soat ular dam oladi va 2 soatdan keyin tozalab, uni XC usulida urug'lantiramiz.